Yaxshimisiz? Asqarmi? Ha, neyse. Men Gülnazning do'sti. Gülnaz? Gülnaz sizga buni topshirib berishimni aytgan edi. Ma'qul emas, men qaytay. Xo'sh. Assalomu alaykum. Qanday ahvol? Siz bu xabar kelganingizda men aslo qo'yib olib o'tirishim. Men sizni nima bo'lgan muhabbat hayatga bo'lgan cheksiz intilish, taqdirga bo'lgan cheksiz ilkinish ichida yezish asli. Sizga bu so'zlarni aytmoqchi. Mening asli bir hikoyam bor edi. Kuyimchim ota. Mehribon onam. Apa, ben qaytib keldim. Ha, keldingizmi? Ha. Gülnaz, bu yoqqa chiqma qizim. Nima shapa? Ma kiyimni havoxon hadingiz degan edi. Kichiklatib beray kiyasiz. Asli sizga yangi kiyim iptarsam bo'ladi. Lekin ko'rib turibsiz, kunimiz shunday qurbatchilik ichida o'tyapti. Bo'ladi apa, yaxshi qizim. Keyincha turmushimiz yaxshilanib qolsa sizga yangi kiyim qilib beramiz. Qanaqroq dadisi? Yaxshi bo'lib qolgandekmi? Oshqozonlari yana og'riyotgandir. Apa, men qaytib keldim. Keldingmi qizim? Kela. Dada, qanaqroq? Qizim. Bugun men bo'ldigan tam taqatli bo'lolmayapman. Qaraganda saqlayolmaydigan o'xshayman. Qizim, vaqt kirib chambur uzib chiqqina. Dadangga suyuq bilan bir narsa qilib berayli. Atdigan oyoqqa og'ziga bir narsa solmadi. Ma'qul opa. Sizlarga ozroq bir narsa qilib berayjimi? Kunlarda qo'limiz pul ko'maydigan bo'lib ketdi. Bir yarim kilo go'sht olgan bo'lsa, sho'r tiqib bo'lsam, dadamizga quvvat bo'ladi. Atdiganda chiqqan hozirlar kelib qarzni to'langlar deb turibamdi. Uni buni deb oran yo'lga soldim ularni. Xudo. Dadamiz saqchaqlarda yerlik ho'sollarni shundoq o'xshaydi. Mana dadamiz og'rib birli yetdi. Yerlik ho'sollarmi o'xshamaydigan bo'lib ketdi.
Ölmegen janda ümit badat tikan appa. Bunlap özümni küçük etkanan faydası. Dadamni doktorxonada apırpaq saqla bir amal bop qalatdı. Men şundaq oylagan. Eğildiki çaralarını setip davalatay desem, etizning ishlari faqatcha tugmayotdi. Endi shu etiz ishlarini bir qurib isqirib elib, azroq pul joylab, andan dadamni doktorxonaga boraylikmi? Qandaq qız? Dadam yaxshi keldi. Sen bunda sig'ilsan. Sen qanday qilasan? Yo'lishingizning kesili nayta ekan. Hozir davolagan bilanmi hech foydasi yo'q. Uning vaqti asqatdi. Ang yaxshisi doktorxonadan achib ketib, uni obdan kutaylikmi? Doktorxonadan chiqib ketmasini
Sada, ıslak çay içelim siz. Sada. Dadam Sadi. Sadi nega kesalga? Aytma appa. Keyin. Endi sizdan yoshlikdayman qilib. Dadamizni doktorlar boshqa sutra kedi. Appa. Dadamızın nezardan bana 200 koyu eşit okudu. Bu 100 koyu pulunu helik şoför ustaga akırıp vereydi. Şu şoför bolmasa yiğitini öyge almakla ekilseydi. O ustam bizge küp yardım kılmaydı. Hakikaten yaxşı, insaf ademke. Hudayım onun ömrünü uzun, işlerini okusun. Siz muşu adres koyun. O ustanı akırıp veremez. Dadımızın kırkı toşmasına sırtlağı çıkıp yürsen mehali koyularını söz söyleyecek olur. Kiyimlerimizi anlaştırıp verin. Hazırlanıyorum. Kim o? Ben Yaxshimisiz? sizga ko'p rahmat. Dadamning nazar ishlari bilan aldirashib ketib. Qani oldi bilan uyga kir. Beramidik. Shunga qani. Qani. Shunday qilib dadingizni unutib qo'ydingiz. Qani, choy iching.
Çay içkeç oturun ha. Maladın elip. Rahmet. Apam bu pulni az bo'lsin sizga evatgan edi. Sizga ko'p rahmat mangay. Oturun ha. Nega aldıraysiz? Bo'ldi mangay. Birdem oturup keting. Andın bana sorun bo'ladi. Oturun ha. O'zingiz mi bilasiz qani? O'likni har qanday shopir mashinaga sanmaydi. Siz qaqinimi sizga demadim-ku men. Nimishqa buncha aldiraysiz? Amsa bahasini hozirlab bergan bo'lsangiz bo'pti ekan aka. Bana faqat rahmat esiniz bo'ladi. Men sizlarni hargiz pulolmayman. Apam yolg'iz qaytdi. To'xtab tur. Senin kılıkçı, beni koyuver. Beni koyuver, tavatıver. Gülmar. Uy kızım. Neyim oldu sizge? Senin bu. Baba. Nemegi bunca olay yığılaysız bala. Neyim oldu zade? Uy. Nemegi bunca olay yığılaysız. Çırayınız gelişçe oturdu bu. Şoförü pulunu apırıp verdiniz mi? Kızım. Kızım. Bir şey oldu mu? Dada eşitken kaldı ama. Evdimiz kadar kılırız ama. Kadar kılırız. Senin kızım. Ölgenin şeyledin. Gelip olmaydı. Sizden ayırgan Kuday. Sizden ayırgan doğru sevdim. Kudayımın sizgimi ihsana bağdı. Bundan bitip gitmez. Senin karzınla her bir evde kaldı. Hem de tapşırmasanlar katip olmaydı. Endi şu Kasım Akun tügügenin yaqı. Kızım ikimiz nahayet kıynanıp kaldık. İhtisat tüpeyledin mi kızımni uquşqımın vuramadım. Bir az vaqt chidab tursanlar, bir yerden amal qilib bersan bo'pti ekan. Elimiz sizlarga xili kamchilik qildik. Endi keyin so'rayapmaymiz. Agar qarzni to'layamizsanlar, yerni tutib olamiz. Bu kızım ikimizning kuni shu iyaga bog'liq tursa, endi yana tatib olsanlar, qanday qilamiz? Biz sizlarga yana bir oy vaqt beraylik. Shu bir oy ichida yana topshirmasanlar, bizga muammo. Qanday qilamiz? Apa, bu odam nima ketdi? Shu qayoqni söylab ketdi qizi. Apa,
Ben bari bir alim mektepke baramadım. Ondaq bolğanda ekin. Ben bir xizmet edip işley. Ondaq oturayım iş tanışmaydık. Nädimi oňay iş bolsun kızım. Ali mektepni bitirip kelgenlerime hizmet tapamay yürmändu ana. Nädimi tapasız? Fin, ben bir urunup göreyim. Bir iş çıkıp kalar. E'lanı görüp kirdinglar. Bu yer qahvaxona. Yana kelib bu yerga keladigan odammi nihoyat ko'p. Shunga biz mulozimatchi qabul qilmoqchi bo'lgan edik. Sizlarning oylik maoshinglar 500 ko'y bo'ladi. Agar yaxshi ishlasanglar, maoshinglarga yana mukofot qo'shib beraman. Yaxshi ishlayamsanglar, maoshinglarni bermayman. Biz cho'qim yaxshi ishlaymiz. Shundoq. Yaxshi. Amsa yaxshi ishlanglar. Yaxshi. Gülnaz, yaxshi turdingizmi? Ay, Asqarim siz yaxshimisiz? Qachon keldingiz? Men kelgili uzun bo'ldi. Sizni hech uchirtamidi. Qanday? Yaxshi turdingizmi? O'zingiz yaxshi. Yaxshi. Agar vaqtingiz bo'lsa, qarangni saqlab kel. Bo'ladi. Gülnaz. Beni qanchalik azoblansin deysiz? Siz telefonda qilib kelyapsiz. Ben sizni burunli aytqan. Ben sizdan boshqa hech kim bilan to'y qilmayman. Mening iqtisodim yetmaydiga sizga o'xshash olimliklar qo'yib o'qishga ega bo'lamadim. Sizni so'zim yaxshi o'qing. Sizning tan o'qituvchi bo'lsangiz o'qiganmisiz? Sizning so'zim o'qituvchi bo'ling. Boshqa gaplarni Gülnaz, siz beni saklay olamsiz? Yaxshi o'qib, yaxshi natijalar qaytib kelsangiz, men sizni chiqaman.
Gülmez. O yerda ishlasangiz bo'larmikin? O yerga saplab qolayotgan odamlarni ko'radi. Amal qilib biraz ner uyini olsangiz bu yaxshi bo'ladi, qizim. Uning ustiga siz qibola bo'lgandan sizdan xotirjam bo'lamaydi ekanman. Apa, men u yerda uzoq ishlamayman dedim-ku. Azroq pul tepib qarzimizni tugitib olsak, ondan hunar o'rgansam bo'ladi-ku. Apa, uning ustiga u yerda men yolg'iz ishlamayman. Men bilan birga yana Oynur bilan Mahirami bor. Apa, siz xotirjam bo'ling. Ayras apa, aylığımızı yana o'stirib beradigan bo'ldi. Ma'quldanga apa ishlayveraychi. Unda bilan Canım apa deb ketay. Ma'quldanga. Hocayım bana maaş verdi, sen pulunuzu alamayın. Ben de herkes başka niyet yok. Hatta düşenme. Bu hocayınızın belgini okşumaydı. O de, yolumuzu rakam bak, ulandı. Bu... Aşırı oturgan ağa efendinin harakat bahsan yüzü üstüp koygan edi. Şuraya gideyim. Okulnaşı hocayın çocuklarımızın dikkat kadın. Bu yerge her xil adamlar keledi. Ulanın qanday adam işlerigini bilmeymiz. Şuna bundan keyin ulanın kulanamaylik. Dikkat kılaylik. Ulan da çıkmadı teyimiz. Gülmez. Sizge deydigan gepim var edi kızım. Neymiş apa? Endi u yerda ishlamasangiz bo'larmikin? Qarzlarnimi ishlab tugatdingiz. Yana tehi azroq eshinchi pulimiz bor bo'ldi. Osh pul bilan biror hunar o'rgansangiz bo'larmikin? Siz u yerlarda ishlab yursangiz, sizdan faqat xotirjam bo'lamaydi ekanman. Apa, men bir otdan ishlatdim-ku. Mening maqsadim azroq pul tepib, bir ishning peshini tutish. Yani sizin başa xarqınızın davalatmasam bo'lmaydi. Canım apa, bana ma'quldanga bir yil ishlay, ondan ishlamayman. U yerda siz antirgidek ishi yo'q. Ma'quldanga apa. Men ma'qul degan bilan qo'shnilar u yerda yaxshi odamlar yo'q, yaxshi odamni mu'assi qilib yetadi deydi. Yana oldi keyningdan gap bo'lib qolarmikin deb ansiraydi ekanman qizim. Bo'ldi qiling canım apa. Ashu gapni degan qo'shnilar biz osh qilganda bizga bir pachimdan bergan edi. O'zimning halol emligim bilan pul topsam, uning nemasi xato?
Başqalar o'xshash bo'lmaydi. Men u yerda ishlasam, faqat patnos ko'tarib narsa to'shayman shu. Buni nari yomon. Qo'shilib qo'yib bersak, saq odamni sarangga chiqarib yetadi. Undaqlarning gapini anglamanga jinim appa. Ular nima desa deyaversin. Men ishlayveraychi. Undaq qilmanga appa. Menga ma'quldan jinim appa. Men yana bir yil ishlay, ma'qulmi? Appa. Xizmat şans qilib. Naylik dersimiz başlanmış mektepte bölündü. Keler ayda başlap iş tutuşumu. Mübarek bo'lsin. Rahmet. Siz uchun men xushal bo'lyapman. Gülnaz, sizga bir gapni demoqchi. Nima? Uydagilar sizlarni uyga bormoqchi. Bizning uyga nimaga bormoqchi? Nimaga bo'ladi? Ishkimizning to'yi uchun bo'lmamdi. Men sizning taklifingizga qachon qo'shilgandim? Nimalarni da'vatsiz Gülnaz. 4 yildan beri meni saqlaganingiz, meni yaxshi ko'rganingiz. Meni taklifimni qabul qilganingiz emasmi? Sizga nima bo'ldi? Ayting Gülnaz. Nima meni aldaysiz? Mening sizni qanchalik yaxshi ko'rganligimni bilan, mening o'quv muallim bo'lishim siz uchun emasmi? Ayting. Siz zodi meni yaxshi ko'ramsiz, ko'ramsiz? Sizni yaxshi ko'rsam nima amal? Men sizlar to'y qilishga munosib kelmayman aslan. Bu zodi nima uchun? Bana ayting Gülnaz. Sizin raskatni anlamagicha men sizni bu yerda ketib qo'ymayman. Siz bana raskatni deb bering Gülnaz. Dadam bo'lmaganlik uchun boshqaning bo'zaq qilishga uchirdim. Qanday bo'lsa? Ben bu iş nasıl kanına çıkıydı mı? Yo'q. Undaq qilma. Meni nima bo'lsin aytsin. Agar bunday haq bergan, men yuzimni qattiq ko'tarib Sangat kılıbız. Sabah, seni bütün yakışırız. Bu sadiziymiş. Ben sana ne kısım bulacağım? Benim yaxşı görüşte kattığım bozu durma. Siz kolluk sığaldığınız uçunlar. Ben sizin yüz öğrendim. Benim yaxşı gördüğümün fakat bilip bilmez. Sizin kandak bul işinizi katin eder. Ben sizden toy kıkınım kığa. Boz çolmak yere kalır. Boz yani üç gelip
Ben bunu dikemem. Sizin çok kontakta kılmaya görmem. Eşimning og'riqiga faqat chidayamayapman. Bir haftadan keyin qudala choy ekirib savasta. Og'rib qolsam bo'ladi. Unda ketma qamana canım abla. Men ektir turasa soray, sizni doktorxonaga kirib keling. Hanim bo'lsa, ko'zimning ochiq vaqtida to'yingizni qilib, xotirjam bo'ladigan bo'ldim. U yerdan qachon inib chiqsiz? Endi 3 kun ishlavasam, ay to'shir ekan. Endi yenib chiqaman. Yaxshi. Endi to'yga tayyorlik qilaylik, bo'lmasa ulgurmay qolamiz. Tezroq qilaylik, ha? Qizim. Haytma abla. Doktorning degani bo'yicha opangni Urumchiga pasang olarmikin? Men shunday o'ylagan, lekin doktorning deyishicha, naval tush uchun 10 ming yuandan ko'proq pul berishim kerak ekan. Bu pulni men nerdan topaman? Nima? 10 ming yuan? Sen uni nerdan topasan? Men bilmadim. To'y uchun tayyorlab qo'ygan 3 ming yuan pul bor. Qolganini kimdan so'raman? Ha, xo'jayindan so'rab kelsang olarmikin? Keyincha ishlab qaytarsang bo'ladi-ku. Yaxshi. Men endi bu yerda ishlamayman. Men bir oydan keyin to'yim bo'ladi. Asqarmi mening bunday yerda ishlashimga hech qo'shilmaydi. Ha, yilib qiyinchilik film qadimini o'tkazib qo'ygan, yilib akini sanchib, uni bilan hech chiqish qolgan. İnsan bunu ötken sanat yüz böyle arasını çekip koyganda onu söylep belginli. Yeni tesadüfi işinler bolsa size yardım kılman degeniydi bu. Ondaqsa qandaq boladı. Bu pul az bulmuşsa bana berip duramdı. Onun şarayaga qarası bu hali tüzük adamdaq kılıdı. Bizge tıxi nuqun qatın yardım kıldı bu. Ondaq bolğandan keyin sorap bakay. Onumuzda keyin başqa amal qılamız. Bulamız. Menimce buladı. Şunday qilaylik. Sen qanaqda adaş? Ha. Erkin aka. Qanday qilinglar? Erkin aka, siz nurg'un qaytimdagi yaxshilik qildingiz. Sizning yaxshi odam ekanligingizni bilamiz. Kunimizga ozroq yordam qila olasizmi? Nima? So'rab nima ish bo'ldi? Erkin aka. Aslında doktorxonaga olib borgan edim. Doktorlar uning miyasida o'sma bor deydi. Urumchiga yetkazishim kerak ekan. Bu yerga apırtavaz düşsün, onun yanından tıkıraq pul ketedi ekan. Şuna sizni berib turam degan deb yordam so'rab kelgan edim. Men bu 2 kundan keyin Urumchiga bormoqchi edim. Balkim 10 ming yuan yetmasligi mumkin. Men sizlarga 20 ming yuan berib turay.
Qanday? Hediye bo'ldi, Erkinka. Shundaqmi, Erkinka? Bu 20 million men uchun bekket bo'ldi. Men Bundaq bo'lsa, men mo Ürümchidan yangi bir qahvaxona ochmoqchi edim. Mush ketim Ürümchiga borsammi ochaman. Sizlar bu yerda xeyli yaxshi ishlaydi ekansizlar. Agar qo'shilsanglar, akangizni davolatqach Ürümchiga berib meni qahvaxonamni ko'rib beringlar. Agar ishinglar bo'lsa, shu yerda ishlanglar. Men xo'jayinlarga bergan pulni ishga qatlab beraman. Agar yarim soat qaytib kelsanglarmi bo'ladi. Qanday sizlar? ma'qul, Erkinka. Rahmat sizga. Gülnaz, to'yga yana ushlab qoldik. To'ydan keyin ipasimiz bo'lmamdi. O'chaqda menni bilib olgan bo'ladi. Shunday bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Lekin apam kundan-kunga ojizlab ketyapti. Kechalari besh og'ib ketsa, men apamga qarab chidayolmay ketaman. To'yimizda apam o'g'lini qolsa, o'chaqda qanday qilamiz? Umumda men deyip apamni doktorga ko'rsatib taqay. Hech bo'lmaganda doğru okul bilan davolasaqmi bo'ladi. Shu banda Ürümchidan to'yga asab Moskvaga ketib kelmandi. Meni sizni faqat avatkim yo'q. Men xuddi siz bo'sh ketgan kelmaydigandek tuyulasiz. Nega ketmay qoldi ekansiz? Men kelmay, nega boraman? Faqat ishib qoldi. Ishibdan keyin ishimiz bir-birimizni menga ayrilmaydi. Rahmat. Çekirinler. Ha, tohniye kayda ya. Çekirinler. Kirip oturunlar. Oturunlar. Hadi rahatsızlık istiyorlar. Yolda cepat atanlar ha. Sizlar hamsa bir ishga kun dama qashtiringlar. Men qahvaxonaning bejirdigan bir narsa rasmiyatlari bor. Bejirib tutganda sizlarni uyga boshlab baqirgan. Qanday? Qo'lamda. Qani, sizlik uchun. Nima qilamiz? Men sizlarga keyin telefon qilaman. Qo'laman, qo'sh. Mümkün sırayla. Peki sırayla gelin. Apa, ansırmam. Erkin kamyamın aramamaz. Lekin bolam. Apa. Yürü, şükür söylenker bakaymak bu. Yürü. Ey bolam. Bir narsadan ensirab ko'chirmang. Bolam. Ansırmam ha apa, hiç bo'lmaydi. Qarang bu mehmonxonaga. Nima degan chiroyli. Qarang aşkisiga.
tekshirish ishlari tugdimi? Apa, siz birdan yetib aram etib turing. Men doktorxonaga berib boqay. Tekshirish natijasi chiqdimi, chiqmadimi? Ma'qul bo'lar. Chiroq mayli. Ma'qul. Xo'shamsa, sen meni yuringlar. Biz mangdiqa? Xotirjam bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Tekshirish natijasidan qaraganda apangizning mengisi o'sim bor ekan. O'smabek yo'g'inab ketibdi. Uni operatsiya qilishni xatarli. Agar vaqtida davolatmasangiz, apangizning ko'zi qarg'ib bo'lib qolishi mumkin. Haqiqiy davolatish niyatingiz bo'lsa, ishkirki doktorxonaga qo'ying. Dadamdan ayrıldı. Sen de atamdan ayrılıp kalamam mı? Allah'ım yarım Allah. Doktor, bundan başka amal yok mu? Doktorxonamizga yaqinda ishkirdan doktor taklif qilmoqchi. Bo'lmasa apangizni shu chog'da operatsiya qilsam bo'ladi.